To'g'ri, bu holatni omadga yo'yishingiz mumkin, lekin omad hammaga ham kulib boqavermaydi. Turnir vaqtidagi omad esa o'zgacha emotsiya beradi. Hech samara berganicha yo'q. Pablo bir o'zi qolib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Region yaqinlashib kelyapti. Pablo tomonidan Pablo kutib olishga harakat qilib ko'radi. Yago ajoyib qabul qilib olyapti. Pablo chiroyli piklar bilan kutib olganligini ta'kidlab qo'yishimiz shart. Bitta harakatlar bor. David yuzaga keltirildi. Qolgan bosimlar ham aynan Xon tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Martin topilmoqda. 90 region jamoasi o'yinchilari ajoyib o'yinlar ko'rsatyapti. Arman ham qabul qilib olyapti Pablo tomonidan bosimlar. Endiga navbatda Xon tomonidan atalish ehtimoliga juda yuqori. Pablo ajoyib minusni yuzaga keltirayotganligiga guvohi bo'lishimiz mumkin. Eng qizig'i, eng birinchi o'yinchi haqiqatan da chiroyli kutib olinganligini ta'kidlab va tan olib ketishim shart. 90 region o'yinchilari yetinchi slot a'zolari sifatida o'z o'yinlarini davom ettirayotgan ushbu shovvozlar adashmayotgan bo'lsam, xuddi shunday 90 region jamoasi o'yinchilari hozirgi vaqtga kelib 7 dona kill pointni jamoaning hisobiga yozib olganligini ham siz ham ko'rdingiz. Davomiy bosimlar, davomiy faytlar, davomiyligi 90 region jamoasi o'yinchilari ma'lumotlar bor bu yerda. Slider jamoasi o'yinchilarining holat vaziyatlaridan God tomonidan yaxshi molta samara bermayapti. E'tibor beradigan bo'lsangiz, oxiri yonda. 90 regionning moltalaridan bahramand bo'lib olyapti. IQ-ga qarang. Mana shu teshikdan adashmayotgan bo'lsam, molta yo'lab qo'ygan bo'lsa ajablanmagan bo'laman, chunki menimcha burchaklar olmadi deb o'ylayman. Eshiklar tomonlama xuddi shunday bitirayotganligi bu kutilgan holat. U ham qabul qilib oladi. Xorazmxonning Xayeshkasi ajoyib holatda samara beryapti. David ketkizib qo'yish